Assalomu alaykum. Sizlar bilan Sirojidin Qodirov, bu onlayn matematika kanali. Demak, bugungi mavzuyimiz 2-sinf matematika darsining 4-qismi, 144-mavzu. Shakllarning hajmi mavzusi. Darsimizni boshladik. Demak, birinchi mashqdan boshlaymiz. Birinchi mashqda aytilyaptiki, quyidagi shakllarni qanday 3 ta guruhga ajratish mumkin? Keling, birinchi guruhni shunday nomlayman. Sodda geometrik shakllar. Sodda geometrik shakllar. Demak, bu bo'limga, ya'ni birinchi guruhimizga nimalar kiradi? Xo'p, demak, birinchi guruhimizga biz quyidagilarni kiritamiz. Ya'ni rasmdagi quyidagi shakllarni kiritib o'tamiz. Xo'p, birinchisi kesma. Kesma. Bu mana bu shaklimiz. Ya'ni bu kesma, ikkita tomoni chegaralangan chiziq. Keyingisi nur. Mana bu shaklimiz. Ya'ni bitta tomoni chegaralangan, ikkinchisi cheksiz davom etaveradi. Xo'p, uchinchisi esa to'g'ri chiziq. To'g'ri chiziq. Demak, ikkinchi bo'limimiz. Yassi yoki buni tekislikdagi deb ham ataymiz. Tekislikdagi. Yassi geometrik shakllar. Yassi geometrik shakllar. Demak, bu guruhga qaysilarni kiritamiz? Yaxshilab e'tibor berishimiz kerak rasmga. Demak, bu guruhimizga biz quyidagilarni kiritib ketamiz. Hop, birinchisi doira. Hop, ikkinchisi to'g'ri to'rtburchak. Ya'ni mana bu shaklimiz. To'g'ri to'rtburchak. Hop, endi uchburchak bor ekan. Uchburchak. Buni ham yozdim va mana bu joyda romb bor ekan. Buni nomi romb. Mana bunday. Endi uchinchi guruhimiz. Uchinchi guruhimizni hop, hajmli shakllar deb atalgan kitobimizda uni boshqacha nomi fazoviy shakllar deb ataladi. Fazoviy deb turib, qavs ichiga hajmli deb qo'yaman. Hajmli shakllar. Demak, bunga nimalarni kiritamiz? Hop, uchinchi guruhimizga quyidagi shakllarni kiritib o'taman. Demak, guruh ajrab turish uchun bo'yab qo'yaman, ya'ni sizlarga chiroyli ko'rinadi hamda ajrab turadi. Hop, nimalarni kiritishimiz mumkin? Birinchisi kuboid. Kuboid, ya'ni mana bu shaklimiz. Ikkinchi shaklimiz nimaga o'xshayapti? Albatta, siz sevib iste'mol qilgan muzqaymoqni varankasiga o'xshayapti. Matematikada u shaklning nomini konus deb ataladi. Konus. Keyingisi bu piramida. Hop, keyingi shaklimiz mana bu silindr. Hop, endi mana bu shaklimiz siz mazza qilib o'ynaydigan futbol o'yinining kopdagi shakldagi shakl bu shar deb ataladi. Demak, 3 ta shaklga bo'ldik. Endi navbatdagi savolga javob berishimiz kerak. Hop, navbatdagi savol qanday? Ularning qaysilarini uzunligini bilish mumkin? Hop, keling, uni ham yozib ketaman. Demak, uzunligi. Hop, uzunligini biladigan shakllarimiz hop, kesma. Nimaga qolgan ikkitasini aytmadim? Yaxshilab e'tibor berib turing. Chunki hop, to'g'ri chiziq ikki tomonga ham davom etib, cheksiz davom etib ketadi va uni uzunligini aniqlay olmaymiz. Nurimizning bitta nuqtadan chiqadi va cheksiz davom etadi. Siz mazza qilib o'ynaydigan lazerni misol keltirishimiz mumkin. Ya'ni lazer o'yinchog'ini bir marta bosganingizda qo'lingizdan chiqadi va u cheksiz ketadi. Mana shuning uchun uzunligini topa olmaymiz. Hop, endi keyingisi yuzasi. Yuzanichi deyilgan, ya'ni yuzasini bilishimiz mumkin bo'lganlari yuzasi. Hop, yuqoridagi shakllarimiz. Ya'ni uchburchak. Uni yuzasini topa olamiz. Doira. Hop, keyingisi romb.
va bitta shaklimiz qoldi, bu to'g'ri to'rtburchak. To'g'ri to'rtburchak. Demak, bu shakllarimizni yuzasini topa olamiz. Keyingi savolimiz hajmini-chi deyilgan, ya'ni hajmiga ega bo'lgan shakllarni yozib chiqaman. Fazoviy shakllarimizning barchasi hajmga ega. Shar bu hajmga ega. Konus hajmga ega. Silindr hajmga ega. Va qaysi shakl qoldi bizda? Hop, kuboid. Bu ham hajmga ega. Ya'ni kuboidni boshqatdan yozaman mana bunda. Hop, demak bizda boshqa, piramida qolib ketibdi. Piramida. Mana bunday. Hop, demak birinchi mashqni yakunladik. Endi ikkinchi mashqqa o'tishimiz mumkin. Do'konda, keling masala shartini o'qiymiz. Do'konda har birida 3 litrdan bo'lgan 25 banka olma sharbati va har birida 2 litrdan bo'lgan 12 banka nok sharbati keltirildi. Ichimliklarning umumiy hajmini toping degan. Hop, keling mana shu joyda bitta ma'lumotni kiritib o'taman. Litr bu hajm birligi. Hajm birligi. Demak, bu sizga ma'lumot. Hop, keyin endi ishlashni boshladim. Birinchi keling olma sharbatining hajmini hisoblayman. Olma sharbati. Olma sharbati necha banka? 25 banka. Ko'paytirilgan har birida 3 litrdan. Demak, natijamiz 75 litr. Ikkinchi, endi nok sharbatini ko'ramiz. Nok sharbati. Hop, nok sharbatimiz jami 12 banka va har biri 2 litrdan, demak ko'paytirishimiz kerak. Jami 24 litr. Hop, endi aytilyaptiki, ichimliklarning umumiy hajmi qancha deyilyapti. Umumiy hajmini topish uchun biz har ikkala sharbatni hajmini qo'shishimiz kerak. Ya'ni 75 litr qo'shuv 24 litr. Demak, bizda 99 litr degan javob kelib chiqadi. Demak, masalani ishlab bo'ldik. Endi navbatdagi masalaga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Demak, umumiy javob 99 litr. Hop, doskamizni tozalab olaman. Hop, qutining bo'yi 12 sm. Hop, keling yozaman. Bo'yi. Demak, bo'yi 12 sm. Hop, eni 4 sm va balandligi 2 sm. 2 sm. Endi savol beryapti. Hop, shunday qutiga tomoni 1 sm bo'lgan o'yin kubiklardan nechta sig'adi? Hop, buni aniqlash uchun quyidagicha ish tutaman. Hop, kubiklarni bo'yi nechta bo'la oladi? 12 ni 1 ga bo'lsak, 12 ta kubik ketadi. Hop, endi eni nechta bo'la oladi? Enini 4 ni 1 ga bo'laman, 4 ta. Va balandligi nechta bo'ladi? Balandligini topish uchun 2 ni 1 ga bo'laman, demak 2 ta. Endi hop, shunaqa qatorlardan nechtaligini topish uchun 12 ko'paygan 4 ko'paygan 2 ni hisoblayman. 12 ni 4 ko'paysam 48 va uni 2 ga ko'paytirsam 96 ta o'yin kubik qutimizga sig'ar ekan. Demak, bu bizda yakuniy javob. 96 ta sig'adi deyishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bunday savollarni javobini topish uchun umumiy holatda ko'paytirish tavsiya qilinadi. Keling, navbatdagi betga o'tamiz. Demak, buni quyidagicha qilmoqchiman. Men mana bu joydagi bitta cho'pni olaman, mana bu cho'pni va mana bu joyga olib kelib, mana bunday holatda qo'yib qo'yaman. Va natijada bu qismidagi bitta cho'p ketadi. 1 qo'shuv 1 barobar 2 shakli hosil bo'ladi.
Hop, demak, 6-mashqni ham yakunladik. Endi 7-mashqqa o'tishimiz mumkin. Doskani tozalab olaman. Sharbat qutisining tubi tomoni 7 santimetrga teng bo'lgan kvadratdan iborat. Balandligi esa 20 santimetrga teng. Qutining hajmini toping deyilgan. Hop, demak, birinchi ishda biz quyidagicha ish tutamiz. Ya'ni kvadratning yuzini topamiz. Kvadratning yuzini S harfi bilan belgilayman va mana bu joyga kichkinagina K harfini qo'yaman. Bu kvadratning yuzi degan ma'noni bildiradi. Hop, tomoni 7 santimetrga teng bo'lganligi uchun 7 ko'paytiruv 7 barobar 49 santimetr kvadrat bo'ladi. Hop, endi navbatdagi tushunchaga o'tamiz. Endi balandligi deyilgan. Balandligi 20 santimetrga teng. Ya'ni qutimizni balandligi 20 santimetrga teng ekan. Demak, mana bu tomon 20 ga teng bo'ladi. 20 ga mana bu qismi 7 va mana bu qismi 7. Demak, tasavvur qiling, mana bu 49 santimetr kvadratli qog'ozlardan 20 ta bor deganda tushuncha. Buni hajmini topish uchun nima qilamiz? Oldin ko'rganimizdek 49 ni santimetr kvadratni 20 santimetrga ko'paytiramiz. Hop, demak, 49 ni 20 ga ko'paytiramiz. Hop, natija 49 ko'paytiruv 2 ni hisoblayman 98 va mana bu 0 ni yozib qo'yaman orqasiga. 980 santimetr kub. Demak, bu qutining hajmi. Hop, 8-mashqimiz hisoblashga oid mashqlar ekan. Doskani tozalab tashlayman birinchi. Hop, e'tibor qiling, quyidagicha hisoblaymiz. Demak, tartiblab olaman. Mana bu birinchi, bu ikkinchi. Birinchini hisoblayman. 10 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv 3. Hop, keling, oson bo'lishi uchun birinchi 5 ko'paytiruv 3 ni hisoblab olmoqchiman. Hop, natijada menda 10 ko'paytiruv 15 hosil bo'ladi. Hop, 15 ni o'zini yozaman va mana bu 0 ni 5 ni orqa tomoniga olib o'taman. Natijada 150 ga teng bo'ldi. Endi ikkinchi mashq. 31 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 4. Bunda o'zingizga qaysi usul qulay bo'lsa, shundan foydalanishingiz mumkin. Men 31 ko'paytiruv 12 deb yozib oldim. Hop, buni og'zaki oson ko'paytirish uchun quyidagicha yo'l tutaman. 30 ta 12 360 va bitta 12 12. Natijada 372 hosil bo'ladi. Siz ustuncha usulda ishlagan paytingizda aynan mana bu qismi sizga kerak emas. Hop, siz bemalol ustuncha qilib ishlashingiz mumkin. Hop, endi 3-mashqqa o'taman. 3-mashq 12 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv 5. Demak, oldingi o'tgan mavzularimizdan foydalangan holatda men quyidagicha yozib olmoqchiman. Ya'ni birinchi 12 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv 4 ko'rinishda yozmoqchiman. 12 ni 5 ko'paytirsak 60 ko'paytiruv 4. Endi 4 ta 60imiz 240 ga teng. 4-inchisi 18 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv 7. Hop, buni endi o'zingizga xohlagan usulda hisoblab olishingiz mumkin. Chunki ustuncha usulda har qanday sonlarni ko'paytirish mumkin. Ya'ni 18 ko'paytiruv, hop, men qulay bo'lish uchun, o'zimga qulaylashtirish uchun 4 ni 7 ga ko'paytirib olmoqchiman. Hop, natijada 28 hosil bo'ladi. Demak, 18 ko'paytiruv 28. Endi ustuncha usulda osongina ko'paytirishimiz mumkin. Hop, 504. Hop, keyingisi 5-chi. Misol 22 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv 8. Buni quyidagicha yozaman. 22 ko'paytiruv 4 karra 8 ni hisoblab olaman, 32 ga teng. Demak, ustuncha usulda hisoblash mumkin. Hop, natijamiz 704 bo'ladi. Demak, 6-chi misol. 42 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 3. Keling, oson bo'lish uchun mana bunday qilib olaman. Hop, 42 ni 2 ga ko'paytirib olaman. Hop, natija 84 bo'ladi. 84 ko'paytiruv 3. Demak, 3 karra 4 12 ni 2 ni yozaman, 1 ni yodda saqlayman. 3 karra 8 24, 1 yoddagimdan 25. 252. Qadrli do'stlar, demak, mavzu yakunlandi. Darsimiz sizga foyda keltirayotgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.